Oltindan nimaning hidi keladi? Sarimsoq. Zo'r, to'g'ri. Siz ko'taring. Traktor haydovchisi fanda qanday ataladi? Traktorist. 3, 2, 1 mexanizator. Siz ham ko'tarishingiz kerak. Qaysi okean eng issiq okean hisoblanadi? Tinch okean. To'g'ri. Tinch okean. Kim aytdi sizga? Tok o'simligi bir mavsumda necha metrgacha o'sishi mumkin? 10. 10, to'g'ri. Bu jonzotlarning qirol, imperator kabi turlari mavjud. Bu qaysi hayvonlar? Pingvin. Pingvin, to'g'ri. Aniqlovchi gapda nechanchi darajali gap bo'lagi hisoblanadi? Ikkinchi, to'g'ri. Siz birinchi aytdingiz, siz ko'taring. Kechikdingiz. Yerda turib gapirgan odamning ovozi qancha vaqtda quyoshga yetib borishi mumkin? 11. Yo'q. 14 yil, to'g'ri. Kia avtokompaniyasi qaysi davlatga tegishli? Koreya. Janubiy Koreya, to'g'ri. Siz ko'taring. Muskul to'qimalari tuzilishiga ko'ra necha turga bo'linadi? 3. 3 turga, to'g'ri. Eng sho'r dengiz qaysi? Qizil dengiz. Qizil dengiz, to'g'ri. Wow. Bo'ldi, o'yin tugadi, rahmat. What the